Bugun biz Agarda loyihasi navbatdagi sonini olishimiz kerak, lekin men Mirziyoni hech ham topa olmayapman. Ana bu yerda bir bola o'tiribdi. Shu bola Mirziyo bo'lsa kerak. Mirziyo? Mirziyo? Adashmabman. Men kameraga ovoz-silaman. Nega u berkinib o'tiribsiz? Ya, men berkinaman. Mendan qarz olganlik berkinsiz. Nega siz qilyapsiz? Bo'yingiz balandsiz, desam tura qoling. Esingizga tushib qoldi. Ha, jentelmenman har holda turishim kerak. Qo'ysangizchi. Voy. Insof. Yes. Kim sizdan qarz oldi? Uni buni qo'ying. Bir yaqin do'stim mendan qarz oldi. Lekin qaytarib bermadi. 1 oy o'tdi. Qachon beradi bu endi? O'ylab siqilib o'tirdim. Dunyo dardi bo'yningizga tushibdi. Ha, aytmang shunaqa. Bizga qiyin. Ko'rsatuvni boshlaylik. Ha, mayli, albatta salomlashing. Siz boshlang. Mayli, rahmat kattadan. Assalomu alaykum. Bizni intiqlik bilan kutayotgan, qachon mana shu Agarda loyihasi boshlanarkin deb bizni kutayotgan aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan sevimli boshlovchilaringiz Mirziyo hamda men Mohina bo'laman. Qoyil, birinchi marta o'zini ta'riflamadi. Xo'p, mayli, men bu yerda o'tirgan edim. Siz keldingiz, siqilayotgan paytimda siqilishga ham qo'ymaydi bu. Nima haqida suhbatlashamiz bugun? Bugungi sonimiz do'stlar haqida bo'ladi. Ya'ni biz yurtdoshlarimiz bilan ularning do'stlari haqida suhbatlashamiz. Qoyil, zo'r. Meni do'stimni ham toping, iltimos qarzini bersin. Meni ichimdagi dardimni topsiz siz. Keling, siz bilan suhbatlashamiz birinchi. Mayli, qani, eksklyuziv. Agarda Turishimni qaranglar, cholga. yaqin do'sting Agarda sizni do'stingizni hayot haqida kino ishlansa va u kinoni nomini qo'yish uchun sizga imkoniyat berilsa, siz nima deb qo'ygan bo'lardingiz? Qaysi do'stim edi? Qarz olgan do'stimni aytingmi? Xohlaganingiz, balki uni yetarsiz. Eng yaqindan ayting, mayli. Xo'p, mayli. Eng yaqin do'stim aytadigan bo'lsam, o'lmas deb qo'yardim. Nimaga ayting? Nimaga desangiz, chunki eng yaqin do'stim ismi Alisher, ko'rayotgan bo'lsangiz o'rtoq. U bola elektrikda ismlar bilan ishlaydi. Endi ota kasb, otasidan hunar o'tgan, o'zi sohasi boshqa. Lekin shu toklar bilan ishlaydi. Lekin u jinni tokki o'chirmasdan ishlaydi u. Rostdan ham o'lmas ekan. Shuning uchun o'lmasligi. Rostdan ham o'lmas ekan. Keling, endi biz yurtdoshlarimizdan bu haqida so'rab ko'ramiz. Ya'ni ularning do'stlarini, do'stlar haqida, do'stlar hayot haqida, ularni bo'layotgan qiziqarli voqealar haqida so'raymiz. أنا أنيق لتت التنهق yapon shoiri Lalula. Xullas, yurtdoshlarimizdan do'stlar haqida so'raymiz. Qani ketdik. Kayfiyatingiz qalay? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Ismingiz nima? Gulsanam. Qayerdan kelyapsiz? Yangiyo'l. Yangiyo'ldan. Nima ish bilan ko'chaga chiqdingiz bugun? Собеседование. Ya'ni suhbat uchun, ishga. Tasavvur qiling. Sizni yaqin do'stingiz bor-a? Yo'q. Yo'qmi? Qanaqasiga? Umuman. Opacham bor. Yaqin deb bilasiz. Da. Tasavvur qiling, shu opachangiz sizni aldadilar. Siz bilib qoldingiz shu haqida. Nima bo'lardi? Xafa bo'lmayman, просто hazil qilib nima aldadingiz deyman, bo'ldi. O'zini sababi bo'ladi qoldi ekan. Tasavvur qiling, opachangiz sizdan qarz olib qaytarmadilar. Nima bo'ladi? Ko'proq men opachamdan qarz olishim mumkin. Qarz deb hisoblanmaydi bu, opa-singil orasida qarz bo'lmaydi. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Qarz bo'lmaydi. O'shaning uchun qarz bering, opa, menga ham. Chamadoningizni ko'tarib chiqib keting. Bular kim bo'ladilar? Bu ukam, shogirdim, hamkasbim, hamma narsa. Do'st. Ana, ham do'stingiz qani, universal insonsiz. O'zim o'qitganman, hozir o'zim ham o'qituvchi bo'ldim. Birinchi savolimiz, agarda shu inson to'g'risida film ishlansa, nomini siz qanaqa qo'ygan bo'lardingiz? Kichik shogirdning qaytishi. Kichik shogirdning qaytishi. Qayerdan qaytadi? O'tmishdan hozirgi zamonga ustoz bo'lib qaytadi. Siz ustozsiz, ko'p davralarda yurasiz. Agarda bir kun internet o'chib qolsa, kimni ko'proq sog'inasiz? Ya, bu savolga javob bera olmayman, tanlash qiyin. Mana shu mujik tanishdik. Nega hozir ayolim demadingiz? Uyda internet kerak emasmi? Ha, uyda har kun uyga boraman. Ko'chada sog'inmaysizmi? Uydan chiqqandan keyin. Yo'q, ozgina endi nima deydi, yiroqda bo'lganda o'ylamaslik kerak, keyin uyga borganda xursand bo'lasiz. Ha, aka, afsayatga tushasiz, chiqib keting yo'qdan. Yo'q, nima deydi, qaltis vaziyatlardan o'tishni yaxshi ko'raman. Qani, boshqa ssenariy bo'yicha ketamiz. Bir kunga internet o'chib qolsa, kimni ko'proq sog'inasiz? Ayolimni sog'inaman. Agarda bugun sizni oxirgi kuningizligini bilsangizda, kimga telefon qilardingiz? Xayolingizga kim kelardi? Oyimga, dadamga qilardim. Oyingizga, dadangizga telefon qilardingiz. Nima derdingiz ularga? Yaxshi ko'rishimni aytardim. Hozir ayting. Yoki hozir telefon qilish ilojisi bormi? Telefon qila olamizmi? Ishda ular. Hozir gaplashib kelayotganimiz. Agar loyihasi sizga shunaqa imkoniyat beradi, o'zingizdagi dil izhorlaringizni aytib olishingiz ham mumkin. Boshqa savollarimizga o'tishimizdan oldin. Oyijon, dadajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Kechiring agar ko'p xafa qilgan bo'lsam sizlarni, juda ham yaxshi ko'raman sizlarni. Ota onam boy deb emas, ota onam bor deb quvon. Do'stlaringiz bormi? Ular bilan ko'p gaplashib turasizmi? Asosan qayerda?
Onlayn yo ko'rishib? Onlayn. Telegram, Instagram. TikTok. Ana, asosan TikTok. Hozir ham TikTok ko'p yozibdilar. Hop, agar bir kun internet o'chib qolsa, kimni ko'proq sog'inasiz? Bitta yaqin o'rtog'im bor. Uni. Kim? Ismlarini ayta olasizmi? Hozir sizni ko'ryaptilar ular. Yo, ismini bilmayman. Iya? Unda meni aybim yo'q lekin. Welcome to Uzbekistan. Hello, again. assalamu alaikum. Assalomu alaykum. Welcome to Uzbekistan again. Where are you from? Thank you. Dubai. Dubai? From Dubai? Yeah. Why you come here in Uzbekistan Also, to explore? I've explored the tradition of Uzbekistan, and people are good, welcoming, and more charming, and everything is beautiful and very honest people. So I like Uzbekistan. So come to for 10 days and given the only explore the Tashkent city. Which tradition you like the most? Oh, Bishkuzun Pulao. Tell me and teach me 1, 2, 3, 4, 5 in Uzbek. One is bir, One is bur. Okay. Bur. Listen. One is bur. ikki, İki. uch, Uch. to'rt, To'rt. besh. Besh. Bir, Bir. ikki, uch, Uch. To'rt. besh. Good. Ana. Yes. Ha azizlar, mana hozir o'zbek tilida sanashni o'rgatdik ularga. Agarda shu butun O'zbekistonda yo butun dunyoda deylik, shu internet o'chib qoldi, ishlamayapti, kimni birinchi bo'lib sog'inardingiz? Opamni. Opangizni. Opangizlarning ismlari nima? Asal. Asal. Ularga biror gaplaringiz yo'qmi? Mani urishmay iltimos. Nima deyman? Nima ham derdim. Nima urishadi sizni? Opachilik. Opachilik, to'g'ri tushunamiz. Endi bizda ham bo'lgan, juda ham ko'p urushamiz, urushib talashib katta bo'lamizda endi. Nimalar haqida talashasizlar? O'zi? Kiyim. Bo'lib turadi. Kim posidani yuvadi? Oxirida kim yutadi? Opam. Ko'zimga yosh keldida. Eng yaqin do'stingiz bormi? Bor. Ismlari? Ra'no. Ra'no. Xo'p, tasavvur qiling, Ra'noning hayoti haqida biror kino ishlandi. Hayot haqida biror emas, o'zi hayot haqida kino ishlandi. U kinoni nima deb nomlagan bo'lardingiz? Multfilm bor-u, Головоломка. Ha, O'shadagi trevojность bor edi. tasavvur qiling, agarda sizni do'stingiz shu Ra'no sizdan qarz olsa-da qaytarmasa, nima qilasiz? Bo'lgan tema. Qanday bo'lgan? Olib turgandi. Keyin esidan chiqib ketganmi, nima, baribir men ham uyaldim so'rashga, pulimni qaytardi. Hozir so'rang xohlasangiz. Qaytaring. Pulimni qaytar. Sabr bo'lish kerak. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Qayerdan kelyapsiz? Manmi? Ha. Men bu kafega kiruvdim. Ha. Ovqat yo'qmadi. Nimaga? Menga suyuq ovqat olib kelgan desam, quyuq ovqat olib kelibdi. Mayli, boshqa bir restoranga boramiz endi keyingi safarga. Bo'ldi. O'zi kim bilan bordingiz restoranga? Mehmonlarim bilan. Yoshlikdan gaplashadigan dugonalaringiz bormi? Bor. Bormi? Ismlari Bor. nima? Eng yaqini bormi? Ular uzoqda, Uzoqdami? Turkiyada. Tasavvur qiling, butun dunyoda, ya'ni aloqa uzilib qoldi, internet aloqa uzilib qoldi. Kimni ko'proq sog'ingan bo'lardingiz? Shu aloqada endi uzoqroqda bo'lsa. Navaralarimni. Navaralaringizni? Конечно, navaralarim. Nechta navarangiz bor? Navaram 8 ta bor. Eng sevimlisi kim? Hammasi barobar meniki. Hammasi. Aldamang. Yo'q, hammasi barobar. Hammasini Hammasi sog'inasiz. sog'inaman. Navaralaringizga ikki og'iz so'zingiz bo'lsa, Bolalarim shu orqali qiz Omon bo'lishingiz. bo'ylar, baxtimga sog' bo'ylar. Iloyim har doim sizlar meni baxtimga omon bo'ylar. Iloyim hammalaring yaxshi o'qishlarga kiringlar, yaxshi bo'shandalarga kelin bo'linglar. Butun mana borlig'im, butun niyatim sizlarga, butun yaxshi niyatlarim sizlarga bog'lan. Azizlar, mana bu qizni taniyotgan bo'lsangiz kerak. Xullas, bizning yordamchimiz va rus tili fanlari doktori, ekspert, xullas ustasi va men mikrofonni ularga topshiraman. Bugun birinchi ishlari sinab ko'ramiz ularni. Marhamat. Sizga omad. Rahmat. Men dam olaman. Как вас зовут? Артем. Артем. А вас как? Диана. Приятно познакомиться. Артем, представь, что сегодняшний день это твой последний день на Земле. Что бы ты сделал? Ну, я бы провел этот день с близкими, в кругу семьи, и все. И все? У тебя есть лучшие друзья? Да, есть. Кто? Вон мой друг Никита. Представь, что про Никиту снимают фильм. У тебя есть возможность его озглавить. Как бы назывался этот фильм? Ну, наверное, лучший друг. Просто лучший друг? Ну да, там сюжет будет, там как друзья вместе типа, проводят дни. У вас есть лучшая подруга или лучший друг? Да. Как их зовут? Катя. Представьте, что фильм снимают про вашу подругу Катю, и у вас есть возможность озглавить его. Как бы назывался фильм? Сложно, да? Да, сложно. Но я бы назвала «На пути к счастью» со своим другом. Оригинально.
Давайте представим, что у вас последний день. Не дай бог, но давайте представим. Что бы вы сделали в этот последний день? Поблагодарила бы всех своих родных, конечно же, свою лучшую подругу. И жили каждую минуту как последнюю. У вас есть возможность передать ваши слова вашим близким или еще кому-нибудь? Мои родные, близкие, я вас очень люблю. Простите меня, пожалуйста, если что-то не так. И пусть все в вашей жизни будет хорошо. Представьте, что по вашей подруге снимают фильм, и у вас есть возможность озглавить этот фильм. Какое бы название имел этот фильм? Может быть, очевидно, но Рапунцель. Представьте, что ваша подруга у вас взяла в долг и не вернула. Ваши действия. Ну не знаю. Ну не знаю. Нету точного ответа просто. А вы бы злились? Ну, естественно, да. Я бы с самого начала, если ей будет нужно, я просто бы так дала бы ей деньги. У меня и денег нету, чтобы долг давать. Представьте, что сегодняшний день ваш последний. Не дай бог, но представьте. Ваши действия. Вы бы поступили как? Кому бы вы позвонили? Ну, родителям. Знаете, мы 6 месяцев не видели родителей, так что мы только вернулись с учебы с Москвы. Погуляем обратно на родину, так что, естественно, родителям, точно. Сразу У вас так попрощалась. Да. Похвально. Что вы можете передать все ваши пожелания сюда. Ассаламу алейкум, дададжон, ачаджон. Я вас люблю. Ценю. Увидимся завтра То ночью. же самое хочу сказать, что и вам тоже спасибо огромное за такие, ну, как это называется? Возможности. И хочу сказать, чтобы это ваши действия продолжилось еще в дальнейшем, добились все, что вы хотите, чтобы в дальнейшем добились. Biz intervyuni nafaqat tashqaridan, balki o'zimiznikilardan ham olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tinchlikmi, nima yengillik olasiz? Endi yengillik qilgim keldida, kayfiyatlar qalay? Biz operatorlar charchagandik. 5 minut o'tirishga ham qo'ymaydi. Ha, shunaqa. Ha, sizlar bular bizning operatorlarimiz, ko'rib turganingizdek. Sizlarga savol bersam, eng yaqin do'stingiz kim? Men boya boshida aytib o'tgandim, Miralisher. Miralisher. O'lmas odam. Sizni yaqin do'stingiz? Meniki o'sha Rizqiboyev Oybek. Familiyasi kerak emasdi. O'chitmasiz, uni o'chitmasin. Men usiz to'g'risi g'alati odam bo'lib qolgan bo'lardim, lekin u menga ko'p yordam qo'llab-quvvatlaydi. Motivatsiya beradi. Sizni yaqin do'stingiz? Eng yaqin do'stim yo'q, o'sha o'rtoqlarim bor yaqin. Yaqini yo'q-a? Hammasi ko'rasizlar, biz birga ishlaymiz, lekin meni aytgani yo'q bittasi ham. Siz ham aytmadingiz-ku ular? Endi o'rtoqlar boshqa, do'st boshqa. Bu yerda do'st so'ralyapti. O'shaning uchun bular o'rtoqlarimni gapiryapti. Ha, mayli, davom etamiz. Tasavvur qiling. Sizga shunday imkoniyat berildi. Kimnidir xayolini o'qish. Kim bo'lardi u? Agar sizga shunday imkoniyat berilsa. Mirziyo bildingiz-a, menimcha kimligini? Uydagilardi. Nimaga? Aynan kim? Dadam. Sizchi, brat? Prosta qiziq. Nega meni brat deyapsiz? Jahli chiqsa kalla ishlab ketyapti. Sizchi, Mirziyo? Xo'p, mayli. Hammani fikrini o'qishga olardim. Hammani. Nimaga desanglar, oddiy o'tib ketayotgan odam bo'lsa ham sizga qarab o'tadi, taxmin qilsangiz bo'ladi. U nima deyapti, sizga qanaqa qarab ketyapti, qarashni bilasizlar. Qiziq, kim bo'lishidan qat'iy nazaram. Uydagilar bo'ladimi yo qarindoshlar deganami? Hammanglarning dardinglar yig'ilib qolganiga yaxshi ham men kiyimman-a. Yaxshi ham siz borsiz, barakat toping. Sizchi kimning fikrini o'qidingiz? Menmi? Men fikrini o'qishim shart emas. Deyarli tushunaman hammasini. Onamni. Tasavvur qilinglar, agarda bugun sizlarning oxirgi kuninglar bo'lganda, kimga telefon qilgan bo'lardingiz? Telefon deyilmaganda lekin. Qo'ng'iroq qilgan bo'lardingiz. Hop, qo'ng'iroq ham deyilmaganda, nima qilardingiz deydi. Yo'q, qo'ng'iroq qilardingiz. O'rtog'im Oybek. Oybekga. Sizchi? Uydagilar qo'ng'iroq qilgan. Dada, aya men ketyapman u yoqqa. Nimalar degan bo'lardingiz? Hazil bilan-ku? Uydagilarga shu yaxshi ko'rishimni aytaydi. Ayting, yoki telefon qilamiz. Bo'ldi. Telefon qilamiz. Ya hozir aytdim unda. Dada, aya men sizlarni yaxshi ko'raman. Shunchalik katta qilib qo'yganlaringizga avvalambor rahmat. Siz nima degan bo'lardingiz Oybekka? So'rash esimdan chiqib qoldi. Og'aynim, bu hayotda meni yaqin insonlarni bittasisan. Men agar yo'q bo'lsam,
mani qolgan orqamda qolgan yaqin insonlarimni senga ishonib keta olaman. Ajoyib, baraka toping. Juda ham qiziq intervyu bo'ldi. Va sizlar ko'rdingiz, guvohi bo'ldingiz, operatorlarimiz ham ancha gapga chechan, gapga usta. Demak, bu ko'rsatuvni o'tkazib yubormang, hali oldinda sizni juda ham qiziqarli bo'lgan sirli o'yin kutib turibdi. Bu agarda barabani oldindan aytib qo'ydim. Mayli, bu eksklyuziv bo'ladi. Kuzatishda davom eting. Qani ketdik. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Zo'r. Ismingiz nima? Omina. Omina. Agarda dugonangiz sizdan qarz olsalar qaytarib bermasalar nima qilasiz? Hech nima qilmayman. Nega siz ham hech nima qilmaysizmi? Umuman jahlingiz ham chiqmaydi. Yo'q, xolamni qizi. Voy. Qarindoshlar uchun ham bu yog'ini opa-singil o'zida kelishib olishadi, to'g'rimi? Lekin men o'rtog'im qarz bu yoqda erkaklar zimmasiga tushadi, xudo xolasa. Bo'yi men o'rtog'im qarz oldi, qaytarib bermadi. Shuning uchun savol beraman. Yaxshi. O'rtog'imga nima deysiz? Qarzingizni bering. Ko'ryapsanmi o'rtoq? Bitta qarzimni ololmaganim uchun nima qilib tashlaman men? Voy beparosa. Birgalikda ko'p vaqt o'tkazarkansizlar. Eng qiziqarli voqealar qaysi bo'lgan? Bilmadim, ko'p bo'lganda. Xo'p. Qarang, agarda shu qiziqarli bo'lgan voqealarning bittasini olib kino qilamiz deysa, o'zingiz ko'radigan endi biz emas, o'zingiz ko'radigan. Qaysi voqeani aytasiz? Qani o'ylaymiz birga. Ayzni ko'rmasdan oynaga boshini urganimni. Yig'lavar desam, g'ururim chidamayapti. Siz nima aytardingiz? Yiqilganimni aytardim. Ana, bu qoyil to'g'ri yurmaysizlar masalan. Siz boshingizni urgansiz, siz qattiq qilgansiz. Islom ham qattiq qilgan. Gaplash shartasiga o'zbek kulishar ekan. O'ngdan kirgan bo'lsang, chiq, chapdan kirgan bo'lsang, chiq. Nima savolim bor edi? Agarda bularni fikrlarini o'qish imkonini bersak sizga, nimani bilgis kelardi? Bilmadim, pul so'raganimda nima deb o'ylar ekandim. Hop, keyingi savolim, agarda tasavvur qiling, bugun oxirgi kuningiz bo'lsa, kimga qo'ng'iroq qilgan bo'lardingiz? Adamga. Hozir iloji bormi ularga qilishchi? Ha. Qanaqay? Telefon qilamizda, tasavvur qilib bizani aytmang faqat. Bizlarligimizni aytmaysiz va tasavvur qilasiz bugun oxirgi kuningiz. Adam telefonlari palyutda hozir. Mayli, yoki oyingizdan ham kimga? Oyimga qilaman. Bo'pti, shunaqa qilamiz. Oilariga qilamiz. Buvimga telefon. Alo. Oyi? Qayerdasiz? Uyda. Oyi, men sizni yaxshi ko'raman, bilasizmi? Siz yaxshi ko'rmaysizmi meni? Yo'q. Qadiraganlar. Yaxshi ko'raman deyting. Neymiş? Assalomu alaykum. Omojon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Bu yoshlar telekanalining Agarda loyihasi. Shu to'g'ri sizga telefon qilayotgandik. Farzandingizga bitta savol berdik. Agarda bugun oxirgi kuningiz bo'ladigan bo'lsa, kimga telefon qilardingiz deb sizni aytdilar va nima gaplar bo'lsa shuni aytishga harakat qildi sizga. Siz yaxshi ko'rmasangiz. Siz yaxshi ko'rmasangiz afsuski. Mayli, onalarimiz barchalarga yaxshi ko'rishadi, biz buni bilamiz, yetishmasa ham. Ana. Ketdim men. Bugungi savollarimizni qarshida siz bo'lib qoldingiz. Tasavvur qiling, agarda butun dunyoda internet, ya'ni aloqa uzilib qoldi, siz kimni ko'p sog'ingan bo'lardingiz? Mangadir bolalarim men uchun boshqacha bo'lib qolgan. Bolalarimni o'sha eskidan ko'p gastrollarga borganimda ham faqat ularni sog'ingan ekanman. Keyin endi mana ona, ota, oxirida erim. Sizni yaqin do'stingiz bor. Bu albatta. Tasavvur qiling, shu yaqin agarda sizga shunday imkon berilsa, yaqin do'stingizni hayotini film qilib ishlasak-da, o'sha filmga nom berish sizga topshirilsa, nima deb nom bergan bo'lardingiz? Baribir yaqin do'stim, turmush o'rtog'imni bilaman. Ularni men multfilmga o'xshataman. Kelinglar, nimadan u? Leopold bordi. Osmon qovog'in uydi, yomg'ir yog'moqchi. Altın kuz kelmoqda, yozini quvmoqchi. Leopold. Turmush o'rtog'im bosiqlikni, murosa qilishni o'rgatganlari uchun men ularni mana shu multfilmdagi sarguzashtdagi mana shu multfilm qahramoniga o'xshatganman. Endi nima deb nom bera olaman? Tinchlik, xotirjamlik va yaxshilik timsoli deb bilaman turmush o'rtog'imni. Hammaga ham shunday turmush o'rtoq nasib qilsin deydi-ku. Bunaqa bo'lmasin-ku, lekin bugun sizni oxirgi kuningiz bo'lsa-da, siz kimga qo'ng'iroq qilardingiz? Onamga. Oyizlarga. Qilardingizmi telefon? Shunchaki. O'zi har doim xafa bo'ladilar telefon qilmaganimdan. Keling, biz shuni sababchisi nima deyman. Shu yaxshi ko'rishingizni, dilsxorlaringizni. O'zi aslida onalar har doim bolam nima qilyapti, tinchmi,
holi qanaqa, siqilmayaptimi, deb yaxshi yashashadi. kayfiyatdami, sog'lig'i yaxshimi deb juda qattiq xavotir olishar ekan. Lekin bu narsani biz farzand sifatida his qilishimiz juda ham qiyin. Ona bo'lgandan keyin bilamiz. Meni ham bolalarim katta bo'lyapti. Telefon qilsam olmasa, ko'p gaplashmasa jahlim chiqadi. Onalikni Onam aytadi, qaytar dunyo deyaptilar deb, voy yomon bo'lar ekan. Endi sizdan xabar olaman deb aytdim. Sizlar meni yaxshi ko'rasizmi? Bunaqa gapirsam bilib qoladilar. Kimnidir oldida gapirayotganim. Nima deysiz? Unda, вот так. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Xo'p, hali gaplashamiz. Xo'p, mayli. Rahmat. Onam opitniy bo'lib ketgan, между прочим, уже. farzandini gapirishidan his qilishadi qanday vaziyatda. Shunchaki erkin gaplashganda boshqacha ovoz bo'ladi, boshqacha gaplashasiz. Baribir unaqa o'zini o'zim yaxshi ko'raman deya olmayman. Bu 3-martami telefon qilishim, shunchaki Yuliyaga qo'ng'iroq qildirishib, televideniya orqali ham mana shunaqa holatlar ko'p bo'lgan, shuning uchun ancha pishib qolganlar. Onam har doim bizani urishib katta qilganlar. Telefonni ko'tarmasa men urishib ketib qoladilar, nimadir xato qilsa man uyalmaysanmi, beting qursin deb qoladilar. Endi bizni onalarimiz bizni o'ylab, hali ham boladek ko'radi. bizni boladek ko'rishadi. Tasavvur qiling, Sardor sizni aldadi. Xafa bo'larmidingiz? Yo'q. Nega? Hammada bo'ladi. Hammada bo'ladi. To'g'ri tushunamiz. Sizchi? Hammada bo'ladi. Shu gap. Yaxshi o'rtoq ekansizlar. Ko'z tegmasin. Necha yildan beri o'rtoqsizlar? Yoshlikdan. Yoshlikdan birga katta bo'lgansizlar. Necha yil? 15 yil. 15 yil. Necha yoshsiz o'zi? 15. Tasavvur qiling, endi sal jiddiyroq savolimiz bor. Agarda bugun sizni eng oxirgi kuningiz bo'lsa, kimga qo'ng'iroq qilgan bo'lardingiz? Ota-onamga. Ota-onangizga. Sizchi? Ota-onam. Qila olamizmi qo'ng'iroq? Qilaylik. Ada. Salom alaykum. Men sizni yaxshi ko'raman. Baxtimizni hisob qilyapti. Dadangizga ko'paytib turasizmi? Yaxshi, yengillik emas ekan. Sizchi qilasizmi? Alo. Assalomu alaykum oyi. Alaykum salom. Oyi, sizni yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'raman ona. Meni kutar kecha kunduz yo'llarimda ko'zi bu faqat onamdir. Baxtimizga sog' bo'ling. Alo, mam, qalaysiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Yaxshi, zo'r. Oyi qayerdasiz? Ha. Oyijonim, sizni yaxshi ko'raman, boringizga shukr. Onaginim senday yaqin do'st yo'q ekan. Просто ishdan chiqib mehrim jo'shib ketdi. Aytdim, har kuni aytishim kerak gaplarni. Hadislarning juda zo'r bo'lganmi deyman. Ha, ishim chotki bo'ldi bugun. Oyingiz uchun oddiy holat ekan-a? Biz har kuni gaplashganmiz-da, aytamiz bu narsani. Har kuni kunning oxirida o'sha aytiladigan gap bu. Allo. Ayanka. Singlari ko'tardi menimcha. Gulsanam. Gulsanam, singlim, seni yaxshi ko'raman. Borliging uchun rahmat. Aytdim-ku men sizlarga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Biz Agarda loyihasidanmiz. Yaxshi, rahmat. Opangiz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'radilar. Baxtlarga har doim sog' salomat bo'lib yuring. Mayli, rahmat. Mana televizorga chiqyapmiz, qishloqdagilar mana. Men chiqaman dedimmi, chiqaman. Toshkentda yuribman deb o'zimcha maqtanib qo'yay dedim-da. Albatta, lekin hozir qanaqa qiynashlarini bilmaydilar. Hop, demak, yaqin do'stlar, birinchi savolimiz Aka-uka. aka-uka. Mayli. Demak, aka-uka deb savol beraman. Agarda akangizlar sizdan qarz olib qaytarib bermasalar, ukangizlar 93-yildan ko'rinaman, bu yoq katta lekin. Agar ukangizdan qarz olib qaytarib bermasalar nima qilasiz? Kechaverman. Rostdanmi? Qarang, lekin kameraga unaqa demangsiz. Rostini ayting. Olishdi ham o'zim. Olish ham o'zi. Sizchi?
Bunaqa qarz olsalar sizga. Ota bobomizligini qilasiz. Xo'p, keyingi savolimiz, agarda kimnidir fikrini o'qish imkoni bersa, sizga kimni tanlardingiz? Shahlo Ahmedova. Fikrini o'qib, qani men yoqamanmi unga, yo'qmi? Shuni Albatta, yoqamanmi? Yaltillayapti mana shu taraf bor. Hammaga yoqaman, bilaman. Albatta. Siz ko'zga yorqin porlab turasiz-ku, bittada tashlanasiz ko'zga. Lekin bugun quyosh yo'q. Quyosh daraxt edi o'tir. Keyingi savolimiz, agarda bugun oxirgi kun bo'lsa, kimga qo'ng'iroq qilgan bo'lardingiz? Onamga? Hozir iloji bormi telefon qilishni? Yo'q. Nega? Ish qilishyaptilar. Siz ham ish qilasiz? Yo'q, biz taqimlik. Mayli. Bolalar bor, uyda. Mayli. Televizor orqali ularga aytib qo'ying. Nima degan bo'lardingiz ularga? Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Bitta gap o'zida o'zi, onasini yaxshi ko'raman degan gap o'zida o'zi ancha ma'no bor o'zi. Ha. Shu. Albatta. Sizchi kimga qo'ng'iroq qilardingiz? Ha, oxirgi kun bo'lsa. Ha, bugun oxirgi tasavvur qilamiz. Endi mayli shu qarzi borlarga. Oxirgi kun der. Qara lekin. Baribir so'rayman. Oxirgi aytgan kuningni oxirgi kuni ekan bugun derdi. Ya azal yaqinlarimizga, ota-onamizga telefon qilamiz. Hozir qila olamizmi ularga? Ular qilamadilar. Ya, qilaveramiz. Qani, keling, men bu yoqqa o'tib oling. Qani, telefon qilamiz. O'zingiz dilizxorlaringizni aytasiz. Bizni guvohligimizda. Bizlarligimizda aytmang lekin. Ko'tarmasa, kimdi deb o'chirib tashlayapti. Ha, shunda ko'tarmaydi. Pul so'raydi o'ylayapti. Muhabbatingga o'tishsin ilohim. Ya, bilib qol. Mayli. Bizligimizni bilib qoldilar. Yolg'ondan hozir televizorga telefon qilib, o'zicha yaxshi ko'raman deb aytadi, bilib qol. Biz ishonamiz, mayli. Kamera o'chgandan keyin biz ketganiga alohida o'z telefon qilib tabriklaysiz, lekin hozir kameraga mana siz ham o'zingiz holaringizni aytib qo'yasiz, ular ko'rayotgan bo'lsalar. Yo'q, ayajon, dadajon, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sizlarning duolaringiz bilan mana ozmi ko'pmi yaxshi kunlarga erishib, yaxshi yutuqlarga erishib yuribmiz. Baxtimizga har doim sog' bo'linglar. Shu qatori barcha ota-onalar baxtimizga sog'-salomat bo'linglar. Yoshlar telekanaliga xayrlashyapmizmi o'zi sirazi? Yo'q. Ketishinglarni xohlayapman o'zim. Xohlasanglar o'yinimiz bor. Bir o'yin o'ynaymiz. Aha. Maylimi? Nima o'ynaymiz? Bu agarda baraban. Sizga jami 4 ta shart taqdim etiladi. Agar tanlovingiz oxirgi SMS bo'lsa, telefoningizga kelgan eng so'nggi SMS xabarini ko'rsatasiz. Agar galereya sharti tushsa, aytilgan raqamga mos keladigan rasm yoki videoni telefoningiz galereyasidan ochib ko'rsatasiz. Navbatdagi hech kim bilmasin shartida esa istalgan insoningizga qo'ng'iroq qilasiz, suhbat davomida biz bergan mavzuni yoritishingiz va ko'rsatilgan rasmdagi predmetlarni tabiiy tarzda ishlatishingiz kerak bo'ladi. Agar men aytmadim sharti tushsa, shu paytgacha hech kimga aytmagan bir voqea yoki hikoyangizni tomoshabinlar bilan bo'lishasiz. Xo'p, sovg'a berasizlar? Sovg'a bu biz bilan gaplashayotganingiz. Qayerga ketayotganini bilmayapman. Kimdan birinchi boshlaymiz? Keling, kattalardan boshlaymiz. Uylanganlardan. Oldin kelgan oldin boshlaydi. Qani, bosib aylantiramiz. Demak. Hech kim bilmasin. Qo'yil, ana. Birinchi shartdan hech kim bilmasin sharti bizga tushdi. Tabriklaymiz. Qani endi kimga telefon qilamiz? Rahmatjon bilan gaplashamiz. Telefon qilma deyman unga. Telefon qilasiz, biz sizga bitta mavzu beramiz. Bugun syomka bormidi? Aha, bugungi syomka atmen bo'pti degan mavzu bo'ladi. Uni baribir kelish kerak. Shunaqa mavzu olib kelasiz, lekin bugungi syomka atmen bo'pti. Biz sizga bu yerda rasmni ko'rsatamiz. Ular nimaga deb so'raganda, xulosa shu oralarida qo'shib ketishingiz kerak. Ketdi o'zi. Rahmatjon, yaxshimisan? Tuzimsan? Rahmat aka, yaxshimi? Ha, rahmat. Qara, anaqa syomka. Menga qara, syomka atmen bo'lib qoldi. Nima kelding-ku? Tarvuz ham olib keldingmi? Aha. Tarvuz bilan kelding. Yo'q. Tarvuz olib kelmasang bo'lmas ekan syomka. Bir rostdan aytaman. Ha, o'shanga qara, bitta tarvuz, bitta xo'roz syomkaga kerak, zarur o'shanga. Xo'roz nimaga? Xo'roz o'sha tarvuz yeb turgan joyida Damas'da sen kelib qolasan-da. Tarvuzim qani deb baqirasan. O'sha boy syomka ozgina ssenariy o'zgarib qoldi o'sha. Reklama syomka-ku. Endi ani
reklama syomka, keyin tarvuz qani desam men bu yoqda bir burchakka anaqada mushuni bola eshitib tur. Qatdan topaman, so'roz qatdan topaman. Tarvuzni xo'p, bunaqadan qaziga. Yo'q, ssenariyni eshitgin, yaxshi ssenariy. Qara, tarvuz xo'roz yeb turgan bo'ladi-da, sen damasda shuni kirib kelasan. Tarvuzim qani desam bu yoqda Shahboz kichkina mushuchaga o'xshab yig'lab turgan bo'ladi. Yo'q, rost zo'r-ku. Qara o'zing kulyapsan, kulgili ssenariy to'masan. Keyin men bu yoqda ikkita nom bilan kelib yig'lamaylar deydi. Voy, eshitgan oxirigacha, hali keyin men bu yoqdan yurib kelaman deb ikkita nom bilan yig'lamaylar do'stlarim deyman, ibratli gap gapiraman, yo'q ko'ramiz. Orasiga bitta yoningda bitta ilonga o'xshab qarab o'tirgan bo'ladi. Qolib qoladi. Xo'p, aka, olamiz xo'p buni. Hozir men xo'roz, tarvuz qatdan topamiz uni? Rost to'xta, ana qilayman. Nima ishlamayapti, o'zim anaqam. Wi-Fi shuna ulayman deb senga tashiyman ssenariyni. Zo'r narsa. Nadaga? Keyin qiz aytadi senga. Sekinroq haydang, kartochka olib ketmayapsiz deydi. Kinoga bo'lgan u. Keyin ikkalanglar ajralasizlar, sevgimiz ayrildi bo'ladi, keyin ashula qo'yib yuboramiz. Tumpasi ay degan. Keyin sen alamindan diskotekaga borib ichasan. Aka, ketma. Qaytib ketasan, to'xta. Qara keyin o'zinglar aka, iltimos. Juda to'xtatiblar. Assalomu alaykum. Rahmatjon aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Bu yoshlar telekanalidan Agarda loyihasi va hozir Bunyod akaga bitta shart bergandik. Barabanda shu shart tushdi va sizga telefon qilib biz bu yerda rasm ko'rsatib turgandik. Tarvuz xorozda kerak emas, yo'kiga shundoq kelaverasiz. Rahmat kattakon sizga. Salomat bo'ling, ishlaringizga omad. Rahmat. Kelib qoldingmi o'zi? Nadaga? Yo, rostdan keldingmi? Bo'ladi, televiziyadan ketishdi, men o'zim bilan yashashim alohida. Kamera joyidan to'xtab turaylik. Bo'pti, var kuchi yetdi. Aha, bo'ldi. Xos tashib boraman, Ha, buncha xursandsiz? Voy, bu xursandchilikni ta'riflab bo'lmaydi. Bugungi suhbatlarimizni bilmadim, do'stim, qayerdan eshitib bugun uni ko'p esladik. Hattoki mana hayajonlanganimdan so'zlarim ham chiqmayapti va u qarzini beradigan bo'ldi. Siz uchun men ham juda ham xursandman. Va nihoyat Mirziyo siqilishdan xursandchilikka o'tgandan men ham juda xursandman. Ha, bugun mana do'stlik haqida suhbat qurdik va do'st sifatida sizga mana shu gulni qanday topdim, olib keldim. Rahmat. Gulga gul berib meni esdan chiqarmabsiz. Albatta. Bugungi suhbatimiz haqida esa, bugungi sonni biz asosan do'stlarga atagan edik, lekin biz kutmagandikki, oilamiz, yaqinlarimiz ham bizni do'stimizligini bizga yurtdoshlarimiz yana bir bor eslatishdi. Albatta, buni barchaligi eslab o'tishdi va o'ylaymizki, bu sizlarga ham yoqdi va ba'zi bir joylarga sizlar ham o'ylantirib qo'ydik degan umiddamiz. Sizlarga yoqqan bo'lsa, bizni o'z ijtimoiy tarmoqlaringizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Agarda bizni ko'rsatuvimizni oxirdan yoki aynan o'rtasidan boshlagan bo'lsangiz, o'tkazib yuborgan qismlaringiz bo'lsa, bizni o'z YouTube sahifangizda va Instagram sahifangizda kuzatib borishingiz mumkin. Izohlarda o'z fikringizni bildirib qolishni unutmang. Qaysi savollarimiz sizga qiziqroq bo'ldi? Qaysi savollarimizga siz qanday javob bergan bo'lardingiz? Shularni yozib qoldiring. Biz barchasini o'qib chiqib ularga javob beramiz va agarda barabarimiz sizlarga qanday bo'ldi, manzur keldimi va unga qanday shartlar qo'shishimizni xohlardingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi nishonimiz siz bo'lishingiz mumkin. Sizlar bilan esa xayrlashmaymiz. Ko'rganda ko'rishguncha.